Uzdil HTML dərsidəki 19-cu qism HTML rəng. HTML rəng və rəng qiyməti barlıq rəngdə qızıl, yeşil və ko'k rəngdən tərkib topdu. Odatda shu HTMLda biz mushta deb qaraymiz. Aniki qizil rəng inglizcha redning qisqartılması R, yeşil greenning qisqartılması G, andan keyin ko'k bluening qisqartılması B. Bo'g'ashqa biz bu umumlashtirib bu xilni qizil, yeşil, ko'k rəngdən tərkib topgan rəng qiymatini RGB qiymati deb ataymiz. Rəng qiymatiga 7 xonalik 16 sistemik hərf və rəqəmlər bilan ism qo'yildi. Uning asli mohiyati RGB qiymati bo'lib, dal 3 asosiy rangning 0 dan 255 gacha qiymat ilib ma'lum nisbatda aralashishdan shakllandi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, 16 lik sistem bo'yicha ism qo'yilib, ma'lumotlar yozilgan bo'lsa, buniki RGB qiymati ma'lumotlar bo'ldi. Masalan, mana hozir ama qizil rang 255. Ama yeşil bilan ko'k 0 bo'lgan vaqtdagi bu qizil rang bo'ldi. 16 lik sistemda ama bu quduq belgisi keyindan 2F, oxirida 4 dal 0. Yani mushkulalat yozildi. Boshqa ranglarga qaraydigan bo'lsak, masalan, bu G ning qiymati 255, R bilan B 0 degan qiymatni olganda bu yeşil rang. Musholatda barliq ranglarni ifodalay olamiz. Rangname ikkinchi. Ko'plagan tor ko'rgishlar inglizcha rangname to'plamini qo'llaydi. HTML 4.0 o'lchimida qo'llaydigan rangnamelar faqat 16 xil bo'lib, ular tovandikicha. Ma'lumotlarni bir-bir demaydi. Masalan, black qora, blue ko'k, gray, kul rang, green yeşil, white oq, yellow sariq, red qizil, silver degani kumush rang degandek mush ranglar. Andan keyin boshqa ranglarni ishlatish uchun 16 lik sistemdagi rangnamani ishlatish kerak. Bu rangnamlarni ko'rgan bo'lsak, 16 lik sistemdagi ranglarning nomini mana holatda atashqimi bo'ldi. Uchinchi mazmun tor bekatdagi 216 xil bexatar rang. Endi bu rangni biz hozir 0 dan 255 gacha qiymat oldi degandan keyin bu yerda 256 xil rang vosita bo'ladi. Andaqda bu 216 xil rang nemish bexatar rang deymiz deganda, ko'plagan kompyuterlar bir necha yil ilgari 256 xil rang nomisini qo'llaydi, lekin keyin 216 xil rangni ishlatish tavsiya qilindi. Chunki bu kompyuter mashg'ulot sistemasi yoki shu Bayraktar ichki shirkat bo'lgan Microsoft va Alma shirkati o'zining kompyuterlarida har biri 20 xil rangni qo'llamaslikni saqlab qoldi. Buning bilan 40 xil rangni torbat loyihasida ishlatmaslik, har birisidan 20 dan bo'lgandan keyin 40 ni ishlatmaslik tavsiya qilinib, qolgan 216 xil rangni biz bexatar rang, ya'ni har qanday mashg'ulot sistemi yoki kompyuterda cho'qim qo'llaydi deb qarab, mushni doimli qo'llanadigan bexatar rang deb atadik. Agar bu bexatar emas ranglarni ishlatgan vaqtimiz qanday bo'ldi deganda, masalan biz Alma kompyuterda bu qo'llamaydigan 20 xil rangni ishlatib bir rasm yoki bir narsa yasab chiqqandan keyin bu Microsoftniki kompyuterga yoki sistemasiga akilib buni ochganda bu rang biz mayad loyihaga rang chiqmasdan uning o'rniga boshqa o'zi shu asl holatdagi saqlangan boshqa rang chiqib qolib asldagi unumga erishamaymiz. Bu 216 xil rangni biz hamda bir qur ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, rang, uningki ma'lumotlar, uningki ma'lumotlar, mushlarning hammasi shu 216 xil rang.